Alloh taolo Oli Imron surasida shunday deydi. Ayting: ey mulk va davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilasan, istagan kishingdan o'sha mulkni tortib olursan, istagan kishingni aziz qilursan va istagan kishingni xor qilursan. Bor yaxshilik yolg'iz sening qo'lingdadir. Aziz qiladigan Alloh, xor qiladigan Alloh. Ato qiladigan, beradigan Alloh, man qilib tortib qo'yadigan ham Alloh. Alloh taolo bir ishni qildimi? Demak, shu yaxshilik. Ato qilsa yaxshilik. Man qilsa-chi, bu ham yaxshilik. Chunki ato qilishida ham, man qilishda ham albatta bir hikmat bor. Alloh taolo mutlaq komil bo'lgan zot. U zotning tasarrufoti ham mutlaq bo'ladi. Mana ato qilishligi yaxshilik, tushunarli endi bu. Farzand berdi, o'g'il berdi, qiz berdi. Mansab berdi, obro' berdi, mol va dunyo berdi. Albatta bu yaxshilik. Buni ko'rib turibmiz. Endi ba'zida man qilib qo'yadi. Man qilgani ham yaxshilik. Qana qilib yaxshilik? Xizr alayhisalomning qissasiga murojaat qilaylik. Musa alayhisalom bilan. Kemani teshib qo'ydi. Yomonlik kemashi uchun. Haligi kichkina bolani o'ldirib qo'ydi Xizr alayhisalom. Yomonlik ota-onasi uchun. Lekin bu qissani oxiriga qarasangiz, nima uchun kemani teshganligini, nima uchun bu bolani o'ldirganligini aytib berganidan keyin, ana shu kema uchun ham kemani teshilgani yaxshiligi ma'lum bo'ldi. Ana shu o'ldirilgan bolani ota-onasi uchun shu bolani o'lganligi yaxshiligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo bizni ustimizga qanday kunni bersa, bu albatta siz bilan biz uchun yaxshilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimda keltirilgan hadisda: "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu xayr." Mo'minning ishi ajablanarli. Uning ishlarining hammasi u uchun yaxshilikdir. Bu faqat mo'minga berilgan. Agar unga yaxshilik yetsa, dedilar Rasululloh, shukr qiladi. Bas, bu uchun yaxshilik. Agar unga yomonlik yetsa, sabr qiladi. Bu ham u uchun yaxshilik. Va bu faqat mo'minga berilgan. Yaxshilik esa shukr qildi, foydasi. Yomonlik esa sabr qilib shukr qildi, bu ham nimasi? Uni foydasi. Va faqat mo'minga berilgan. Demak, bir narsani berishi ham yaxshilik, bir narsani olib qo'yishi ham yaxshilik. Chunki birodarlar, Alloh taolo ato qilishlik uchun avval olib qo'yadi. Aziz qilish uchun avval xor qilib qo'yadi. Xorlikni beradi, sabr qilib shukr keltirib rozi bo'lsa, Alloh taolo azizlikka ham olib chiqadi. O'sha ishlar yurishmasdan muhtojlik, faqirlikda kun kechirgan akalar bor. 5 yil, 10 yil sabr qildi, keyin ishlari yaxshi bo'lib ketdi. Ato qildimi? Ato qildi. Nimaga olib qo'yuvdi ekan? Nimaga bermay qo'yuvdi ekan? Sinash uchun. Keyin berdimi? Shuning uchun kim hozir minusda bo'lsa, sabr qilib turinglar. Minus tugasa nima keladi? Domaja cho'zilib ketdi-da minuschi. Cho'zilib ketdi. U seni nazaringda cho'zilib ketdi u. Alloh uchun hech narsa emas bu vaqt. Seni ishing shukr keltirish, rozi bo'lish, duo qilish. Alloh taolo Al-Aziz bo'lgan zot. Al-Aziz, Al-Mu'iz ma'nolardan bittasi Alloh taolo aziz qiluvchi. Istiqoma insonni aziz bo'lishlikka olib boradigan yo'l. Istiqoma nima edi? Dinda to'g'ri bo'lish degani. Din undan talab qilgan narsani mahkam ushlab, shu ishda sobit turishligi istiqoma deyiladi. Insonni mana shu dunyoda aziz bo'lishligiga amaliy bir yo'l bormi? Ha birodarlar, bor bunaqa retsept. Bu taqvo, bu istiqoma. Astagfirullah. Lillazina ahsanul husna va ziyada va la yarhaqu wujuhahum qatarun va la dhillatun. Alloh taolo Yunus surasida aytayapti. Chiroyli amal qilgan zotlar uchun go'zal oqibat va ziyoda ne'matlar bordir. Ularning yuzlarini na qarolik va na xorlik qoplar. Demak, chiroyli amal qilgan taqvoli zotlar uchun hech qachon yuzini qoraligi va xorlik bo'lmaydi. Ular aziz mukarram bo'ladi. Siz qachon aziz bo'lasiz? Jamiyatda, usta sifatida. Qachoniki ustachiligingizda puxta bo'lsangiz. Ma'qulmi?
qachoniki kasb hunaringizda professional bo'lsangiz, mohir bo'lsangiz. Chunki lilladina ahsanu, chiroyli amal qilganlar deyapti Alloh taolo. Ustami ishini chiroyli qiladi. Bu odam doim hurmat e'tiborda bo'ladi. Doim klient orqasida qo'volab yuradi. Narxni qimmat aytsa ham ishi yurishaveradi. Nima uchun? Chiroyli amal qilyapti-da. Er sifatida chiroyli amal qilsa, oilada hurmati bo'ladi. Farzandlarning tarbiyasida chiroyli ish tutadigan bo'lsa, farzandlarning izzat ikromiga sabab bo'ladi. Agar savdogar bo'lib turib, chiroyli amal qilsa, ya'ni omonatdor bo'lsa, yolg'on gapirmasa, ahdida tursa, bir narxga kelishib qo'yib turib, keyin aynib ketmasa, savdogar sifatida aziz bo'ladi. Demak, birodarlar, chiroyli amal qilish, muhsin bo'lishlik, ishida puxta bo'lishlik azizlik yo'li ekanligini Alloh taolo bizga bildiryapti. Kutib turasizda, to'g'rimi shu ustani? 3 oydan keyin bo'shaymiz, yozib qo'ying deysiz. Nima uchun? Nima uchun? U chiroyli ishlayapti, chiroyli amal qiladi. Endi xuddi shu ishni qiladigan boshqa ustalar ham bor. Bekar nima qiladi? O'tiradi. Chiroyli amal qilganlar uchun na xorlik bor, na ularning yuzlarini xorlik qoplaydi. Chiroyli amal qilgan zotlar uchun go'zal oqibat, jannat bor va ziyodalik bor. Nima u ziyodalik? Chiroyli amal qilgan odamga jannat bor, jannatga kirdi. Endi kirgandan keyingi ziyodalik Alloh azza va jallani jamoliga boqishlik. Allohning jamoliga boqishlikni xohlaymizmi? Alloh taoloni ko'rishlikni xohlaymizmi? Chiroyli amal qilaylik. Professional bo'laylik. Ishimizda, kasb hunarimizda. G'arb nimaga o'tib ketdi? Sportda ham o'tib ketgan, ilm fanda ham o'tib ketgan, texnologiyada ham o'tib ketgan. Nimaga o'tib ketdi bilasizlarmi? Kofir bo'lsa ham ular. Chunki mana shu ishida ular chiroyli ish qilishdi. Agar muhsin bo'lsang, aziz bo'lasan. Pokiza bo'lsang, aziz bo'lasan. Rostgo'y bo'lsang, aziz bo'lasan. Omonatdor bo'lsang, aziz bo'lasan. Taqvoli bo'lsang, aziz bo'lasan. Hech kim senga ta'na ma'lumot qila olmaydi, go'yo farishta deysan. Mustaqim banda aziz bo'ladi. Pokiza banda aziz bo'ladi. Muxlis banda aziz bo'ladi. Aqlli odam o'zini ayb ishlardan ehtiyot qiladi. Mana endi biz hozir o'qigan oyatning davomiga o'tyapmiz. Chiroyli amal qilganlar uchun ne'matlar bor va ziyodalik bor. Ularni hech qachon xorlik qoplamaydi. Yuz yerga qaramaydi. Endi davomini qarang. Astagfirullah. Vallazina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha va tarhaquhum zilla. Shu oyatning davomi. Yomon amal qilgan kimsalar uchun esa o'sha yomonliklari barobarida yomon jazo bo'lar va ularni xorlik o'rab olur. Qachon inson xor bo'ladi? Xoin bo'lsa, xiyonati fosh bo'lib qolganda undan xor odam yo'q. Yolg'onchi bo'lsa, yolg'oni fosh bo'lib qolganda undan ko'ra xorroq odam yo'q. O'g'ri bo'lsa, o'g'riligi fosh bo'lib qolganda undan ko'ra xorroq odam yo'q. Qarang oyatni. Chiroyli amal qilganlarga xorlik yo'q deyapti Alloh. Endi ana shu bir chiroyli amalni ziddi bo'lgan yomon amal qilganlarga esa xorlik bor. Masalan, o'sha usta sifatida, o'quvchi sifatida, muallim sifatida eplamachi bo'ling. Eplamachi bo'ling. Xor bo'laverasiz. Xor bo'laverasiz. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Va iyyaka va ma yu'tadaru minhu." Uzr so'rashga olib boradigan ishlardan ehtiyot bo'lgin. Bilasan shu ishni qilsang, xijolatga qolasan, qilmay qo'yur shu narsani. Chunki aqlli odam uni uyatga qo'yadigan, xijolatga qo'yadigan ishlardan o'zini ehtiyot qiladi. Sodiq mo'min kishining oshkorasi ham, siri ham birdek bo'ladi. Agar al-aziz bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, sen ham azizsan, mustaqimsan. Agar sen mustaqim bo'lmasang, Alloh taolo seni amallaringni qabul qilmaydi. Agar mustaqim bo'lsang, Alloh taolo seni jamiyatda aziz qilib qo'yadi. Chunki Alloh al-azizdir va yana al-muizzdir. Dinni birodarlar asli
Bu istiqoma. Din istiqoma. Sen dinda mustaqim bo'lmaguningcha dinni mevalaridan bahra ola olmaysan. Musulmon odamni, haqiqiy taqvodor, mustaqim musulmon odamni odamlardan berkitadigan ishi, odamlardan yashiradigan so'zlari bo'lmaydi. Zohiri botini kabi, siri oshkorasi kabi bo'ladi. Odamlar bilan bo'lganda ham bir xil, odamlar yo'q bo'lganda ham bir xil. Rostgo'ylik, istiqoma va omonatdorlik. Inson aziz bo'lish uchun mana shu xulqlarni albatta o'zida mujassam qilish kerak. Rostgo'y, mustaqim, omonatdor. O'z-o'zidan bunaqa odam aziz bo'ladi jamiyatda. Inson faqat bu qonni bilan emasda tirik bo'lishi. Yaxshi yeb, yaxshi ichsalar zo'r hayot degani emasda. Inson hurmati bo'lish kerak jamiyatda. Karomati bo'lish kerak. Izzat nafsi bo'lish kerak. Mana shu narsalar bo'lsa, yana hayot yaxshi bo'ladi uni. Tasavvur qiling, bir odamga shu bir hurmati yo'q. Jamiyatda bir tinga qimmat odam, hamma jirkanadi, lekin yeyishi zo'r. Kiyishi zo'r, mini yurgan mashinasi zo'r, ammo jamiyatda hech kim bir tinga olmaydi. Hayoti zo'r bo'ladimi buni? O'sha bir odamning o'g'riligi bilinib qoldi. Qanaqa xor bo'ladi? Yolg'onchiligi fosh bo'lib qoldi. Xoinligi, sotqinligi bilinib qoldi. Mana endi bir tiyin bo'ladi. Garchi qonni zo'r to'yayotgan bo'lsa ham, dunyoviy maishati zo'r bo'layotgan bo'lsa ham. Bunaqa odam Allohning nazdida ham hurmatli yerda bo'ladi, insonlarning nazdida ham. Alloh taolo al-aziz bo'lgan zot. U yana al-muizdir. Aziz qiladi. Aziz qiladi agar mustaqim bo'lsang, iffatli bo'lsang. Al-aziz bo'lgan Alloh taolo sen uchun hamma narsadan aziz bo'lishligi kerak. Qaytarib aytamiz. Al-aziz bo'lgan Alloh taolo sen uchun musulmon birodar hamma narsadan aziz bo'lishligi kerak. Shahvatingdan, nafsini xohishlaridan, har xil qalang'i qasanqi ulfatlardan. Agar mana shulardan aziz bo'lmasa, sen Allohning muhabbatiga erisha olmaysan. Alloh taolo qachon qo'llaydi seni? Qachon seni madadi bilan qo'llaydi? Qachon seni aziz qiladi? Hozir aytganimizdek, hamma narsadan ko'ra Alloh taolo aziz bo'lsa. Mana endi buni aksi bo'lsa-chi? Shahvatingiz birinchi o'rinda, havoyi nafsiz birinchi o'rinda, ulfatlar birinchi o'rinda. Unda bu odam dinni mevalardan foyda ola olmaydi. Mana keyingi o'qiydigan oyatimiz, agar inson do'ppisini marga qo'yib qo'yib, jiddiy o'ylanib ko'rsa, belini sindirib yuboradigan oyat. Astagfirullah. Qul in kana abaukum. Ayting, ey Muhammad alayhisalom. Agar ota-onalaringiz, boy, quvvatli otangiz gunoh ma'siyatga buyurib turibdi. Alloh norozi bo'ladigan ishga buyurib turibdi. Agar quloq solmay osiylik qilsangiz, merosdan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Agar otanglar Allohdan sizlarga sevimliroq bo'lsa, va abnaukum, bolalaringiz sizlarga Allohdan ko'ra azizroq bo'lsa, ya'ni bolasiga bir narsa topib kelish uchun yoki bolasini talabiga ko'ra haromga kirib ketyapti. Va ikhvanukum, aka-ukalaringlar Allohdan ko'ra sizlarga aziz bo'lsa, va azvajukum, juftlaringiz Allohdan ko'ra sizlarga aziz bo'lsa. Mana aytdik-ku, Alloh sizni aziz qilish uchun al-aziz bo'lgan Alloh sizga hamma narsadan aziz bo'lish kerak. Er-xotin ajrashyapti. Mana ajrashishlikda shar'iy hukm bor va vaziy hukm bor, sud bor. Xotin shu eri bilan ajrashayotganda qaysi hukmga murojaat qiladi? Albatta sudga. Chunki shariy hukm bilan ajrashsa, erining mulkidan hech narsa berilmaydi unga. Shunda nima qiladi u? Sudga boradi-da. Domla, shu oshnam bilan kelisha olmay qoldik muomalada, tijoratda, pul ustida. Shariatda hukmini ayting. Muhimi Alloh rozi bo'lsin. Kimga o'tib ketadi ko'prog'i, kimga qoladi kamrog'i muhim emas. Muhimi Alloh rozi bo'ladigan bo'lsin deb keladiganlar bor. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Yoki bunday mo'ljallaydi. Agar domlaga borsa, bunga hukm qilib berar ekan.
O'shuning uchun palonchiga boradi yoki to'kinchilarga boradi. Ana shu yerda aytayapti-da, otanglar, bolanglar, ayollaringlar Allohdan ko'ra sizlarga sevimliroq bo'lsa. Ayolini yaxshi ko'radi. Allohni norozi qiladigan narsani ayol eridan talab qilib turibdi. Er nima qiladi? Itoat qiladi, Allohni norozi qilib. Sizni Alloh aziz qilishi uchun Al-Aziz bo'lgan Alloh sizga hamma narsadan nima bo'lsin? Aziz bo'lsin. Ulug' tobiinlardan bo'lgan Hasan Basri Basra valisining oldida turar ekan, Basra valisiga xalifadan bir buyruq keldi. Bu buyruqni bajarsa Alloh norozi bo'ladi. Ya'ni Allohga yoqmaydigan hukm. Shunda Basraning valisi so'rayapti Hasan Basridan, nima qilay dedi. Agar bajarsa Alloh norozi bo'ladi. Bajarmasa xalifa qahr qilib ishdan olib tashlaydi yoki jazolaydi. Hasan Basrining javobini ko'ring. Innalloha yamnauka min Yazidin, walakin Yazid la yamnauka min Alloh. Ya'ni xalifa, Alloh seni Yaziddan saqlay oladi. Lekin Yazid seni Allohdan saqlay olmaydi. Senga xalifa azizmi, Alloh azizmi deyapti-da. Allohda aytganini qilaver, Alloh saqlab oladi seni xalifadan deyapti. Shuning uchun birodarlar, Allohning roziligini qo'yib, boshqalarning roziligini istayotgan bo'lsak, biz hech qachon aziz bo'lmaymiz. Alloh taolo ota-onangga chiroyli muomala qil, xizmatini qil, duosini ol dedi. Bu Allohning buyrug'i, shariatning buyrug'i. Endi bu ota shu farzand o'zini bola-chaqasini boqishligi uchun, tirishligi uchun boshqa mamlakatga ketadi. Yillar yuradi. Shu bolam-chaqam deb. Ha, bola-chaqani boqish ham kerak, ammo ota-onaga bir yilda bir marta telefon ham qilib qo'ymaydi. Shunaqalar bor, birodarlar. Telefon, shunday telefon qilib turib, "Ay, yaxshimisiz? Dada, yaxshimisiz? Men yaxshiman, ishlab yuribman" deb qo'yishga yaramaydiganlar bor. Farzandini deb ota-onasidan voz kechib, ota-onasini bir xizmatini qilmay, norozi qilyaptimi? Endi bunaqa yo'l bilan boqilgan farzand ertaga katta bo'lganda otaga xuddi shunaqa muomalani qiladi. Shuning uchun otalar, agar ayrim farzandlarimiz bizga nisbatan qilayotgan muomalasidan ko'nglimiz chiqmayotgan bo'lsa, biz norozi bo'layotgan bo'lsak, hadeb u bilan urushavermasdan o'zimizga ham qarab qo'yaylik. Nima yegizuvdik? Qanaqa tarbiya beruvdik? Birinchidan. Ikkinchidan, o'zimiz ota-onamizga qanaqa muomala qiluvdik? Keyinmi? Boshiga qo'ngan qushga o'xshaydi otangni. Pirritib tushib ketib qoladi. Pulingiz ham o'ziga qoladi. Qa'dasan, bormisan deydigan ham qolmaydi. Ungacha nima qilib qolish kerak? Ayting ey Muhammad, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz va kasb qilib topgan mol va dunyolaringiz, kasob bo'lib qolishdan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda kutib turavering. Agar bular, mana shu sanalganlar, Alloh va Rasulidan ko'ra sevimliroq bo'ladigan bo'lsa, demak sen hali Alloh tarafga qarab yurmagan ekansan. Al-Aziz bo'lgan Allohga taslim bo'lasan, uni hamma narsadan afzal bilasan, shunda senga yaxshilik keladi, martaba keladi, makonat keladi, rohat keladi, osoyishtalik keladi, saodat keladi. Ikki dunyoda aziz bo'lishlikni birodarlar, ikki dunyoda saodatli bo'lishni retsepti Al-Aziz bo'lgan Alloh taoloni hamma narsadan ustun ko'rishligimizda. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما